Qor ismi uchala holatda ham protivirusing preparatlar beramiz, ko'p suvli beramiz, badanni ismi tushirgan dorilardan tashqari iliq suv bilan, jidkimili suyuq suvini aralashtirib iliq suvda butun badanni artiladi. Bu ismi tushishiga juda katta yordam beradi. Shu yerda aytib o'taman, ismi tushirgan dorilar orasida 4-5 soatdan kam bo'lmasin. U o'zi salbiy ta'sir olib keladi ismi tushirgan dorilarni. Keyingi holatda antibiotikka nima qilamiz? Antibiotik berishdan oldin umumiy qon, SRB, prokalsiy analiz topshiramiz. Agar bu analizlarda bizda ko'rsatkichlarda положительный chiqsa, musbat chiqsa, antibiotik boshlaymiz. Agar yuqori bo'lsa, shifokorga murojaat qilib, ukol qilishni tavsiya beraman. Agar past chiqsa, tabletированный forma. Agar chiqmasa, mana shu tepada aytgan narsalar bilan cheklanasizlar, kuzatasizlar 2-3 kun. Agar holat yaxshi bo'lsa, 3-4 kundan shifokorga murojaat qilasiz. Undan keyingi holat yo'tal. Bizda pnevmoniya deyapmiz, ismi yo'tal yo'q. Pnevmoniya diagnozi qo'yish uchun shu holatni eslatib o'taman. Rengen shart, o'pkani, analizlar shart va shikoyati bo'lishi shart. Shu holatlar to'g'ri kelganda keyin